Kartun film balkim ko'pchilikka notanish bo'lmasligi mumkin. Biz kichigimizdan boshlab turli shakldagi, har xil mazmundagi kartun filmlarini ko'rib cho'ng bo'lgan. Albatta, bugungi kunda kartun filmlar shu yosh o'smirlarni jalb qilib qolmasdan cho'nglarni o'ziga ram qilib kelmoqda. Shu yuqori texnikaning taraqqiy qilishiga ergashib, hozir o'zgacha usullar, alohida texnikalik vositalardan foydalanib ishlangan nurg'un kartun filmlar bizning diqqatimizni tortib kelmoqda, ham yoqtirib ko'rishimizga muyassar bo'lib kelmoqda. Shu vajdan Abdurum rayonimiz tavasida kartun film ishlashga qiziqadigan yoshlarimiz borgan sari ko'paymoqda. Biz bugungi programmamizda Erpan ismli bir yoshning ish izlari orqali mana bu kartun sohasi bilan tanishib o'taylik. Nazaringlar bu vaqt ishlagan mazmunda bo'lg'ay. Hamda kartun film deganimiz bunun da 100 yıl burun, yani 1906 yılı James Blackton degan Amerikalik bir adamdan ki to'sqig'i sizib harakatni ifodalagan qiziqarli hajviy obraz degan film, yani Funny Fast deb qo'yamiz inglizcha. Bu film dunyo bo'yicha tunji bo'lgan shu karton film deb qo'yamiz. Hamda bu lentaga ilingan, ya'ni surat lentasiga ilingan kinoxonada qo'yilgan karton film deb ataladi. Hamda buningdan burun Fransiya yoki Yevropada yoki Amerikaning boshqa joylarida buning o'xshash lentaga ilinmagan, lekin buni proyektor deb qo'yamiz. Buni orqadan mexanik deb qo'yamiz. Shuning orqali bu medir orqali harakatlarni ifodalaydigan narsalar barliq kelgan, lekin buni tunji lentaga olgani dal shu qiziqarli hajviy obraz degan film. Hamda buning vaqtiga qarasak, buning naqi 100 yildek vaqt o'tib ketdi buning. Hamda Amerikaning taraqqiyoti bo'libmi Walt Disney şirketi va Akufka Warner şirkatlik barliq kelgandan keyin bo'libmi Walt Disney şirketininki 1937-yil ishlagan Qor malika degan filmi dunyo bo'yicha tunji bo'lib ishlangan uzun voqelik rangli karton film bo'lib ishlanib keldi. Masalan, bu Qor malikaning ishlanishi butun dunyodagi har qanday karton sohasiningki birdan-bir boshlanishi hamda uzun voqelik filmni kinoxonada qo'yilishidan boshlanishi deb atalib keldi. Hamda Yaponiyaning karton filmlariga kelsak, Yaponiyaning karton filmlari masalan Ikkinchi dunyo urushidan keyingi mazgillarda taraqqigan bo'lib, uningdan burun bo'lsa Amerika yo bo'lmasa Yevropaning usulini qo'llanib kelgan. Hamda Yaponiya karton filmlarining birdan-bir taraqqiyotini olg'a ilgirlatgan bo'lsa 1963-yili, ya'ni Tezuka Osamu degan odam rejissyorlik qilgan Temir Bilak Atom degan film bu dunyo bo'yicha tunji bo'lib ishlangan uzun voqelik televiziya karton filmi hamda Yaponiyacha karton filmniki boshlanishi deb atalib kelmoqda. Hamda Yaponiyacha karton filmniki xarakteri qanday bo'ldi deganda, buningda rasm Amerikaniki o'xshash jiq yoki bo'lmasa obrazlar ko'p bo'lmaydi. Buningda dialog yoki kameraniki o'zgarish orqali kameraniki ba'zi bilimlarni buningda mo'llatish orqali ko'rinishni nihoyatda aniq ifodalaydi degan. Hamda davlatimizning karton filmi deganda, davlatimizning karton filmlari bo'pmi urushdan burun mazgillarda masalan siyoh qalamlik, bo'pmi siyohli karton filmlar mo'shuydan qadab qo'yamiz. Undan keyingisi 70 va 60 yillardagi masalan Dano Tenko masalan Arishni ma'lumot qilish qatorliq musulmon filmlar. Andan keyin shu bo'pmi 97-yilda ishlangan Bowland'dan qatorliq nodir asarlar bor. Undan keyingi karton filmlar Yaponiya, Koreyaningki film ishlash sistemasini akirish orqali shu asosda taraqqiy qildi, lekin eng bilingan vaqtlari dal 90-yillar deyishga bo'ladi. Hamda Uyg'urlarning karton film taraqqiyoti deganda, hamda Uyg'urlarningki tunji bo'lib bozorga solingan karton filmi 2005-yili rivoyat karton klipsi ishlagan Urtoqma Bo'ri keldi qatorliq mush karton filmlar Uyg'urlarningki tunji bo'lib ishlangan, flash shaklda ishlangan. Gerçi bu vaqtda texnik unda yuqori bo'lmasa-mu, Uyg'urlarning tunji bo'lib, bozorga solingan karton filmi deyishga bo'ldi. Kartun film sohasiga o'tdak qizg'inlik bilan dodil qadam tashlab kirgan Erpan Muhammad oliy maktabni a'lo natija bilan bitirib, Yaponiya digital mazmunliq sanoat kasbi bo'yicha aspirantlikda o'qimoqda. Hamda Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonimizda kartun film sanoatini barliqqa keltirish uchun zodi qanday yo'llarni besish kerak to'g'risidagi tadqiqotini olib bormoqda. Mening bu qitimliq bu karton film sinfini ichishga sabab bu karton film men o'zim Yaponiyada karton film kasbini bitirib hozir aspirantlikda o'qiyapman. Meniki to'liq kurs, ya'ni oliy maktablik kasbim karton film umumiy kasbi. Endi biz Yaponiyada karton filmninki ishlash qoidalari bo'libmi Yaponiyacha karton film deymiz. Buning ishlash qoidalarini, buniki bozor ahvoli hamda buningda qanday vositalar ketadi, buning qancha hisob ketadi qatorliq umumiy jihatga bilimga ega bo'ldim. Hamda men 2011-yildan tortib hozirgacha 3 qatim, bu qatim 3-chi qatimlik bo'ldi. Bu da 3 qatim ta'til vaqtlardan foydalanib karton film tarbiyasini boshladim. Hamda bu sinfni tarbiyalash sinfini yetishimlik sabab Uyg'urlarniki karton filmi, ya'ni bizningki Uyg'ur jamiyatidagi bo'pmi hozir Xinjiangdagi karton film saviyasi ishkir yoki chet ellarniki qaraganda nihoyat keng. Hamda buning uchun karton filmni yoki to'rdan yoki bo'lmasa ba'zi bir foydalanish materiallardan foydalanib buni ishlagan bo'lgan nihoyat oddiy narsa emas.
Buningda fizika, matematika, adabiyot qator nurg'un narsaga chetildi. Shuning uchun hamda men o'zim sesimliq tarbiyalanib kelganligim uchun hamda men o'zimning shu yerda o'rgangan bilimlarni o'sha yerga Shinjongdagi o'g'irlar bo'pmi o'sha yerga karton filmga qiziqadigan yoshlarimiz, bolalarimizga shuni o'rgatish orqali zodi karton film degan zot qanday ishlandi, buni ishlash mazmuni, andagi ishlanish bosqichlari qanday bo'ladi, buni qanday zodi biz qanday maqsadga yetmoqchi degan o'xshash qisqa muddat ichida o'zimning o'rgangan 4 yildan ichida o'rgangan bilimlarni mujassamligi asosida shularga karton filmdagi dastlabki huquqni berish uchun bu sinfni ochdim. Endi meniki hozir aspirantlik o'qiyapman. Meniki bitirish asrim maktabda xil yaxshi baholarga erishgandan keyin aspirantlikda meniki qilmoqchi bo'lgan tadqiqotim bo'lsa, hozir o'sha Shinjong Uyg'ur avtonom rayonida karton film sanoatini barliq keltirish uchun sahada qanday yo'llarni besish kerak to'g'risidagi tadqiqotni qilmoqchi bo'lyapman. Buning uchun oldi bilan demisimi bayaman deb o'tgandek ma'rif sesimizni barliq keltirish, undan keyin savdo maydonini barliq keltirish, undan keyin mazmunliq sanoat deb qo'yamiz. Hamma sanoatga chetishadigan shunday savdo maydoni, ya'ni ulanma shakldagi, shunday chambar shakldagi bir maydonni barliq keltirish muhim o'rin turdi. Shuning uchun men shu karton film sohasiniki, bu karton film sohasini sanoatlashtirish ustidagi tadqiqotni ilib berish uchun birinchi qadamimni shunday karton film qiziqadigan hamda karton filmga o'zini atagan hamda karton filmni Uyg'urlarning karton filmini ishlab dunyoga tanishtirish uchun izlanayotgan o'quvchilarni yig'ib dars berish orqali birinchi qadam, ya'ni karton filmning ma'rif sistemasini barliq keltirishga asos soldim deb bu sinfni ochdim. Erpan her yili yazlık ta'tilda qaytib kelib, karton film kasbi bo'yicha kurs içib kelmoqda. 3-chi qitimliq kursda o'qiyotgan yosh o'smirlarimizning karton filmga bo'lgan o'tdak ishtiyoqi va Erpanning astoydil dars o'tishlari, shundaqla Erpanning tiz pukmas tirishchanligi qoyilligimizni qo'zg'adi. Men karton film ko'rishga amal qilgandan keyin shu qanday yasaydi deb shuni ko'rgan bo'lib qatnashgan. Shu yerda başta karton filmning tarixlarini, shundan narsalarni o'rgandik. Undan keyin aqida harakatlarni o'rgandik. Üzem karton işləşkə üzem alaydı qısıqmə. Ondan üzemnin kelgüsdük planlayım. Çin Tümür Batır qatarlıq şunda bir filmlər işləb çıxarğım var. Şuna Erpan müəllimnin bu aşqan kursuğa şuna qatnaşdım. Mening bundan keyingi planim, bundan keyingi arzu ümidim bo'lsa, oldi bilan men o'zimniki shu tadqiqot planini ishga oshirib, shu zodi Shinjong Uyg'ur avtonom rayonida karton filmni sanoatlashtirish uchun qanday yo'llarni tutsak bo'ldi degan ustida tadqiqot ilib berib, buningki tadqiqot maqolasi yana buningga asos bo'ladigan isbotlarni tepib chiqaman. Endi mushani tepib chiqqandilar bizning Shinjong Uyg'ur avtonom rayonida zodi qanday karton filmni bozorga solish, undan buni sanoatlashtirish uchun bir ko'rik rol o'ynaydigan bir maqola yoki bir isbot paydo bo'ldi degan. Hamda undan keyin bo'lsa, agar vaqt yer bersa yoki bo'lmasa sharoit yer bersa, Shinjong va Yaponiya o'rtasidagi karton film do'stlik munosabati yoki bo'lmasa shirkatlarningki karton filmda bo'lgan hamkorlik munosabatlarini barliq keltiradigan maydonni barliq keltirish meningki arzu umidim bo'ladi. Hamda meningki keyingi bo'pmi shu Uyg'ur bolalari bo'pmi Uyg'ur jamiyatidagi karton film, Shinjongning karton film sohasiniki kelgusi to'g'risidagi umid arzuim bo'lsa, bizningki karton filmlar hozir bo'pmi 3 o'lchamli karton film bilan 2 o'lchamli karton film ikkisini bir-biriga bog'lamaydi bular. Masalan, 3 o'lchamli karton filmni cho'qim 2 o'lchamdanki keyin chiqqanligi uchun 2 o'lchamdan ustun turadi. 3 o'lcham chiqqandan keyin cho'qim 2 o'lchamli yevitidi yoki 2 o'lchamdan ustun turganligi uchun 2 o'lcham barobar qoladi degan xato hukm bor. Nimishqa degan chaqda bu karton film deganimiz asosan 2 o'lchamdan barliq keldi. 2 o'lcham deganimiz hamda tekshiklik harakat deymiz, qog'oz yuziga sizib ishlanadigan an'anaviy karton film. Lekin 3 o'lcham deganimiz shu hamda x, y, z o'q shunaqa. Shuning orqali strolog holatdagi filmlarni biz 3 o'lchamli filmlar deymiz. Hamda buningda ikkisiniki o'xshashlik yeri bor, o'xshamaydigan yeri bor. Birsi tuz qog'oz sizib ishlandi, yana birsi model yasab turib, buningda har xil kompyuterdagi softlar orqali ishlandi. Lekin bularning birdan bir o'xshashligi nima degan chaqda buning harakat qoidasi, fizikalik qoidasi bo'libmi, tezlanish, eg'irlik kuchi, qatorliq matematikalik, fizikalik qoidalar asosan o'xshash bo'ldi. Shuning uchun shu o'lchamli karton filmlar bilan ikki o'lchamli karton filmlarni hargizmi bir-birisining ustiga dasaydi emas. Bu ikkisi ayrim taraqqisa taraqqildi, lekin bir-birisiga yeyishib turib, bir-birisiga tam taraqqila oladi degan. Hamda ikki o'lchamli karton filmlar asosan televiziya karton filmlarini asos qiladi. Shuning uchun ikki o'lchamli karton filmlar bilan odatdagi bizniki biz bilan bo'lgan munosabat nihoyat cho'nqur. Shuning uchun biz kunda televizor ko'rib turibmiz-da, uni. Shu o'lchamli filmlarni kunda televizorda qo'ymaydi, biz kinoxonaga berib ko'rishdan boshqa yoki plastik setishdan boshqa amalimiz yo'q. Shunga ikki o'lchamli karton filmlarningki go'zal san'atlik xususiyati, kunda biz bilan uchrashib turadigan shunday alohidlik bilan ikki o'lchamli filmlarningki yana dunyodagi asosli karton bozoriga tutgan o'rni, yana uch o'lchamli karton filmdan yuqori turdi degan.
Bizdinki hazır diyarimizde ikki o'lchamda ulan, uch o'lchamda ulandı. Davlat atlab chet ellarda o'qib kelgan o'quvchi yo'q. Erpan tunji qatimliq birdan bir endi chiqqan o'quvchilar besonda. Erpanning har yilisi mana 3-chi qatimga kirish bo'ldi. Har qatimga kirishga men ko'rib ketib turyapman. Erpanning shu ta'tilda o'z dam olmay o'sha kep kirish kechib Uyg'ur bolalarni, diyorimizga bolalarni tarbiyalashi, Uyg'ur kartonchiligimizni taraqqiy qildirish. Shu Uyg'ur diyorimizda bir kartonning baxın sürgüzüş. Gerçi çoğun bir neslerini ucuk çıkaramızaq mı? Muşda izbasarlarını terbiyelep kısak. Belgisi çoğum yaxşı bolğan. Diyarımızda olamdı, yani bomsa çetelliğe çıkıdığım memleketimizde içinde olamdı. Yaxşı bolğan karton filmlerini ucuk çıkaralaydı dep oylayım. Bundan burun küçük tipli karton filmlerini biz işlep baxdıq, başka ballarım işlep baxdı. Bir neçə karton filmlerini bıxlanmalı etdi. Tuncu kıtım işlep ucuk çıkardıq. Lekin o ılıqı nima desak bo'ladi desa, rasmiy kasb kuchishirib, montizm o'ginib kelib, uningdagi ishlik emas, bu o'z oldiga lekin qonuniyat kuchishmaylik ishlangan karton filmlarda. Erpan bu qatim Yaponiyada o'qish bitdi, hozir aspirantlik o'qiyapti. Bu o'qish bitirib kelgandan keyin tarbiyalagan o'quvchilari o'z o'rgangan bilimlarni amaliyotga aylantirib ishlagan karton filmlar haqiqiy Qur'onniki mamlakatimizning o'lchamiga to'shqan karton filmler bo'lishi mumkin. Shunga endi buningdan keyingi karton filmniki sarkarda isbot qilishiga ishonchim komil. Biz Erpanning bundan keyin texmi tirishib, Şinjan Uyg'ur Abdurum rayonimiz karton film sohasining taraqqiyotini yangi bir bosqichga elib kirishga tilakdoshmiz. Shundaqla ishlariga zo'r utuqlarni tilaymiz. Qadrli ko'rman do'stlar, nazar programmamizning bu soni mushad oxirlashdi. Nazar programmamiz har vaqt nazarlarda bo'lg'ay. Xayr xo'sh, kelasi programmamizda ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar.